Tinchlik, xotirjamlik bersin, ta'lim sihat bo'lsin, kelayotgan xayrlarimizda qutlug' bo'lsin. Hammamiz o'sha xayrlarga yetkazsin. Ta'lim sihat bo'lsin, bolalarga bosh berib, yaxshi o'ylagan niyatlarimizga yetaylik. Mana shu kuchlarimiz bor ekan, hammamiz yig'ilib turibmiz mana shunaqa. Ta'lim sihat bo'lib, har doim yaxshilik bo'lsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli o'qish ishqibozlari. Mana bugun 24-may 2026-yil. Hamma ishqibozlar xudo xolasa, ya'ni Kanareyka treyning sayroq qushlar boqadigan ishqibozlarimiz Burxon dodamizni yaxshi taniydilar. Bugun dodamizga mana xudo xolasa yonlariga suhbatga keldik. Xudo xolasa shu tarixiy doda sizga bitta savollarimiz bor. Ya'ni o'sha ilk bora boshlagan holatlaringizdan va qiziqarli jarayonlar, masalan, qiyinchiliklari, plyus minuslari bo'ladi baribir. Shunga o'xshagan savollarimiz asosiy boshlanishiga, u yog'ini yana sekin davom ettirib boramiz. Endi hamkasblar, men qush boquvchilar, endi shu qush boqishi qiyinchiliklari ko'p. Bu qush boqqandan keyin uni yaxshi tarbiya qilish kerak, yaxshi qarash kerak unga. O'sha donni vaqtida berish kerak, suvni vaqtida berish kerak. O'shani mekir berish kerak shunga. Shuni o'rgatish kerak. O'rgatadigan shu muzikalarni vaqtida qo'yib, vaqtida eshitib, qaysi qanaqa sayravotdi, birak qilyaptimi, qilmayaptimi, birak qilayotganini olib tashlab, birak qilmayotganini sayratib, mana shunaqa qilib sekin-sekin chiqarsa yaxshi. Endi qushni birdan hamma odam birdan yaxshi qushchi bo'lib keta olmaydi. Sekin narvondan tomga chiqqanda bitta pocha chiqib boradi. Ungacha qiyinchiliklarni ko'radi. Qiyinchiliklarni ko'rganda birinchi boqayotgan paytda qushlarni tushunmaydi o'zi. Qushni birakini ham boqaveradi, chap-chapini ham boqaveradi. Ko'payyapti-yu deydi-da, haligini boqib keyin bir ustozimi, boshqasimi aytadiki, mana bu bunaqa sayroq birak yo'q, mana yaxshi konkursga boradi. Hargizdan eshitadi konkurslarda, qaysi sayroq, qanaqa, qaysisi birak emas, eshitib, sekin bitta pochadan, narvondan chiqib o'rganib, o'zi astoydil yaxshi o'rgangandan keyin qushni, undan keyin o'zi ham yaxshi qush chiqazadi. Ungacha qush chiqaza olmaydi. Nega deganda o'zi tushunmaydi, birakini ham boqaveradi, boshqalarni ham buzaveradi u. O'shaning uchun Kanareykaga mekir ko'p berish kerak, qarash kerak o'shanga. Vaqtida don suvlarni berish kerak. Keyin shu Kanareyka yaxshi chiqazgandan keyin shu bilan odam qiziqadi-da shunga. Sayragandan keyin mana boshida treyning qilsa, duvanli kulik qilsa, serberoz qilsa, absanka qilsa, senitsa qilsa, veselitsa qilsa, palskiy kulik qilsa, yula son dindorlarni qilsa, shunda aytasizki, mana mandan ham yaxshi qush chiqib qoldi deysiz-da, xursand bo'lasiz-da, ancha xursand bo'lasiz. Orasiga haligi bu yoqda bema'lum qushlardan g'irpir tushib qolsa, asabingiz buziladi keyin. O'shanga shu joyiga kakrat savol bo'lib qoldi. Siz o'zingiz Astpenga chiqiladi deb o'tdingiz. O'sha oralig'ida sizda nechinchi yillardan yaxshi zotli qushlarga o'tish holatlari bo'lgan, endi yosh paytlaringiz? Endi boshida biz chap-chaplarni ham boqib tushunmaganmiz, ruchoklarni ham boqib bu ustozimiz bir 3 marta tiritsa treyning deb o'shani ham boqib o'rniga 3 ta qush berib. Keyin konkursga borganmiz, film bolalarga borsamiz, yo'da u qushni birak ekan, uni konkursdan olib tashlar ekan unaqa qushlar. Keyin diskalarini olib, haligilardan eshitib, qaysidan keyin nima deyapti, manimcha nima deyapti, sekin o'zimiz oldin o'sha qushlarni o'rganib sayrog'ini. O'rgangandan keyin qushlarni eshitib, nima deyapti, nima qilyapti, shuni bilganmiz. Ungacha biz ham shu bilmasdan boqaverganmiz, chap-chapmi, ruchokmi, boshqami. O'shanga sekin narvondan tepaga chiqadi degan shu. Biz ham hali oxirigacha chiqmaganmiz hali asrodamiz. Endi hozir sayroqlar ham o'zgarib ketgan. Yangi sayroqlar chiqib ketgan. Boshqa biz eski sayroqlarni aniq o'rgatganmiz-da. Mana mayli 19 abrorlida. Unda zo'r olardi 19 abrorlida. Hozir endi men bu telefonda qo'yasiz-yu, aniqada qo'yasiz. Ularda yaxshi olmaydi. Yaxshi oladigani 19 abrorlida
zo'r oladi. Mana bu yerda turadigan bir Mahkam degan og'ayimiz bor edi, rahmatli o'tib ketdi. U sal obro'sini tezlatib qo'yardi. U o'sha mayt pullarda ishlaganda, xaltagini sal chaqlamidi, nima qiladi, tezroq etsa, qush tez sayroni yaxshi oladi. Sekin sayroqlarni uncha olmaydi. Olishi qiyin. Haligi bir xil sayroqlar bo'ladi, bog'ga borib, tog'ga ketadi, tog'dan bog'ga keladi. Mana bunaqa bo'lib ketaveradi sayrog'i. Shularni ulash qiyin. Tez sayroni qush yaxshi oladi. O'shanga ko'p odam tezlatib yuboradi sayrog'ini. Keyin haligi jurilar ham o'tirganda biqilari anglolmay qoladi, tez yetib ketib qoladi-da. Tez yetib ketib qoladi. O'shanga o'shanaqa sekretlari bor. Endi o'sha oldingi paytda shunaqa abrotli mayt pullar bo'lardi, shunaqa abrotdan tezlatib qushni oldirishardi. Endi hozir hech kim bunaqa qila olmaydi. Hammasi telefonda yetadi, yo shapkada yetadi, yo jivoy yetadi. To'g'ri. Mana o'sha paytlarda endi sekin yaxshi qushlarga o'tib, aytganingizdek o'rganib, sekin konkurslarga borib, tushunib, o'zingiz yaxshi qush chiqargan yillari va chempion bo'lgan yoki o'rin olgan holatlari bo'lganmi? Shu 99-yillarda qushni chiqazganimiz haqiqatda o'zimizga yoqardi, hammasini yetardi. U paytlarda hozirgiga o'xshagan ballar yo'q edi. U paytlarda menda endi ayoqqa bormadim, olib kelib qo'ysam bo'lar ekan haligi kitoblarni, necha bal. Hozir esimda yo'q, necha balam olganda, unaqa hozirgi bal emas, bundan past bali. O'shalar ham 3-4 shu ikkita bitta bal farq qilardi. Endi oldin paytida treynikga 3 balmi 4 bal qo'ysa, двойной kuniga 2 bal qo'ysa, mana shunaqa qilib har bitta kalinasiga bal qo'yib chiqilardi-da. Keyin oxirida o'sha ballarni hisoblab turib, necha bal oldi yozilardi. Hammaniga shunaqa qilib, keyin o'sha birinchi, ikkinchi o'rinlar bilan, endi hozir men bilmayman, hozir balki shunaqadir, balki boshqachadir. O'sha paytda kerakras mana savolda bal qo'yadigan hakamlarni eslay olasiz-a? Ha, eslaolaman. Kimlar bo'lgan, qaysi millat, bal O'zbekiston fuqarosi degani. Endi o'sha paytda tupiklar bo'lardi. O'sha Rusmada tupik bo'lardi. Keyin haligi o'zimizdan ham hozir yuradigan bozorga chiqqanlar-ku. Mahmud aka. Mahmud akalar bo'lardi. Keyin Ro'shan akalar bo'lardi rahbarli konkursda. Keyin sekin hali hozir esimdan chiqdi. U ham konkursga qatnashib barqo'yadi. Hozir polkovnik shunaqa militsiya o'zi. Abdurashid o'sha ham chiqib qo'yardi konkurslar. Endi o'sha bizning paytimizda, o'sha paytlarda. Keyin men bormay ketdim konkursga. Endi hozir o'zgarib ketgan. Oldin bitta odam konkurs olib borardi. Bitta odam olib borardi. Bu paytda konkursdan keyin bitta osh qilinardi-da. Hamma birlashgan paytda. Keyin Baxtiyor bilan ham kelardi. Billa dasturxonda billa osh yeganmiz Baxtiyor bilan ham qatnashardi kelib. Keyin o'sha konkursga hammasi uzun joy qilinardi. O'sha yerda keyin shu osh qilinardi o'shanga. Konkursga. Endi shu konkursga pul yig'ishardi. U paytda homiy ishami yo'q, boshqa yo'q. O'ziga pul yig'ib qilishardi. Lekin faqat yerda menga bergan gul soladigan vaza-da, xrustalniy vaza bergan. Anaqasi granatasi bilan. O'sha narsa berardi. Keyin birinchi o'rin, ikkinchi o'rin olgan shu qurdi. O'sha osh hammasi ular bo'yniga osh qilib berardi. Hammasi o'sha bir gal uni qilib berardi, bir gal unisi, bir gal 3 ta o'rin olgan hammasi qilib berardi. Haqiqatda mana shu aytayotganingizga hammaga bo'lgan ekanda shu payt. Ana men birinchini olmay, mayli ikkinchini olsam, yo uchinchini ol, hali ber deb o'zi so'rab olar ekan-da, ishqibozida. Shu soni ham bir qushchilarni shu paytda taxminan nechtalar bo'lganda? Mana bitta osh qilib beriladi, konkursga borib, ishtirokchilar taxminan 100 tami, 50 ta. Ya odam bunaqa ko'p bo'lmagan, oldingi paytda odam bo'lsa bir 50 tami, 40 tami odamlar bo'lgan, o'shalarga qilib bergan oshni. Ayoqda osh tayyorlab turadi, bu yoqda qiladi. U birinchisi o'pshi osh bo'ladi. Bu o'pshi. Keyin chaqirib alohida osh qilib beriladi. Haligi birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar keyin alohida osh qilib beradi. U birinchi osh o'pshi ketdi u. Keyingi oshlarda unaqa odam ko'p bo'lmaydi-yu. Hali biz ulpachilik qilamiz oldin qushchilar bilan. Yaxshi qush boqadigan haligi to'g'ri boqadigan Bahodir semizchi nimalar. Onasi o'tib qoldi. Shunaqa bo'ldi O'zjon Bahodir aka.
Shaytotdilar. Hasanboy turadilar Bahodir aka. Yo'q, u manti hozir bilmay Ha, qoldim. yo'q, Manti turardi, ha, manti ha, turardi ha. hozir. Anavi Kasoy bo'yida. Bo'libsa Bahodir aka. U Bahodir o'sha konkurslarda u ham anaqalar qo'ygan, atsenkalar qo'ygan, yaxshi xushbo'y treniklarda. Men borolmadim o'sha janozasiga onasini. Ham o'zi yaxshi oyoq og'riydi, uncha yaxshi yura olmayman. O'sha o'tdi olamdan o'sha ham yaxshi kuchli boqadi Bahodir. Bahodir aka. O'shalar bilan ulpachilik qilamiz, To'yir akalar bilan ulpachilik qilamiz, Ravshan akalar bilan ulpachilik qilamiz. Oldin mana shu yaxshi trening xush boqadiganlar bilan keyin men bir anaqa borku, Ko'kcha, Baxtiyor mana bilan barobarda Baxtiyor. Bir kun mashqqa keldi, o'tirdi. Men aytdimki, bularni ovqati dedim, hozir dedim, 4-5 ta pishadi ovqat dedim. Ben o'zim yaxshi ko'raman. Osh qilgandan keyin non solib, azin suv solib anaqa bo'lsa, shular bilan men buni yeb olaylik dedim. Men xush eshitib turing dedim. Xush qilib qo'ydim. Shu bilan eshitdi. Ketdi endi bo'ldi, boramiz. Ya men qush olib bormaysan. Men shu qush olib bormoqchiman. O'sha bir eshitamiz hali qushlar bir qani bir nima deyishar ekansan. Yo'q, buni olib borma. Olib qo'yishadi dedi. Xullas kalam o'zi olib ketdi o'sha qushni. Haqiqatda yirik deyotganlari Jo'lan Do'dan ustozlari bo'ladimi? Yo'q. Keyin ko'p gapiradi. Karim akami? Karim aka bo'ladi. Endi shu Karim akalar o'shaniki rahmatli ustozlar bilan birga harakat. Karim aka aniq qo'yildi Karim aka. U odam qushni mam kelib qo'yiladi, teskari o'tirardilar, qushga qaramasdan eshitardilar. Yana ko'rsatganman Karim akaga. Birinchi anaqasida turardi, masjidda qo'yilib o'sha turardi. Yana Karim aka bor, doktor. Hozir chiqmay qo'ydilar. Xirurg Karim aka bor bitta. Ular Guariskiymi o'sha tarafda turadilar. Shaxsan Guariskiy o'sha tarafda. U Karim aka. Endi men ko'plarni otini bilmasam, o'zini yaxshi taniyman ko'p odamlar. Anchadan qush bozoriga chiqaman-ku. Mana shu Abdu Rahmatli ham bozorga chiqqanda men bilan kelib so'rashib keyin kirib ketardi bozorga. Yonda bitta ikkita odam bo'lardi yonda. Oxirgi paytda bir bo'yni o'sha bir bola bilan keldida, men bilan so'rashdi, kirib ketdi. Endi u hali gaplarni gapirib bo'lmaydi. O'shandan keyin 3 kundan keyin o'tib ketdi. Endi o'sha Abdulla ham mashdan qushlarni qushga ish qildi, kanarga ish qildi, keyin kaptarlarga ish qildi, xo'rozga ish qildi. Meni ko'rsa padarka qilishadi deb qo'ydi. Olsam xursand bo'ladi deb qo'ydi. O'sha o'rin olgan paytlarda juda qiziqarli bo'lgan ekanda baribir mehr-oqibat yig'ilib osh ham keyin o'sha aytaman o'sha Bahodir hammasi bilan bitta gapda o'ynaganmiz. Ichida Baxtiyor ham bo'lardi. O'sha bizning gapimizda. O'sha kelib o'sha gap o'ynab turardi, keyin konkurslarda ana yig'ilib o'shanaqa oshlar qilib turardi. Keyinchalik bizni arendaga mashina oldik. Ozgina pul kalti bo'ldi. Kech-kech ishlagan pulim bitta anaqa gapga ketib qoldi-da. Keyin men gapdan chiqib ketganman o'sha paytda. Ancha yil bo'lib ketdi. Endi har doim hayot bir tekis bo'lmaydi-da. O'nqir-cho'nqir. Bir yaxshi bo'lasiz, bir unday bo'lasiz, bir bunday bo'lasiz. Har doim bir xil bo'lsa. Endi hozir ham ulfatlarimiz bor qushchilar bilan. Bular o'ta chap-chap bilan boqishadi. Chap-chap bilan hozir ham bir 12 ta, 14 ta har oyda yig'ilib turamiz. Mana bu Sinfdosh degan cho'xona bor. U anaqa yonida. 04 yonida, 04 Pashaning yonida, anaqada. Nima deydi? Nazarbek ketayotganda. Nonlar sotadi-yu yo'lda. Hech qayerga oshni taxtali laganda beradi. O'sha anaqa Sinfdosh degan cho'xonada. Hali anaqa Pashaning yetmasdan shunda. O'sha yerda yig'ilamiz bir oyda bitta. Endi hozir damga chiqdi. Sentyabrgacha. Endi hozir ko'p tog' ketadi, yoq ketadi. O'shanga 14 kishi faqat osh qilamiz, kog'ada baliq ham bo'ladi. Endi men bu bozorda bir To'lqin aka degan odam bor. Mendan 2 yosh katta. O'sha Jo'rovashi. Endi ichida bizdan yosh kattalar ham bor, bizdan yoshlar ham bor. Ishqil hammasi ko'p namozxon. Anaqalar yo'q, ishlama yo'q, tekis yaxshi bor, tekis kelamiz. Hozir shunaqa bo'lib ketganmiz gaplar. 4 ta gapim bor, bittasidan chiqib ketganman. Endi ulgura olmaysiz hamda.
yo ulgurolmaysiz, yo anaqa sharoit bo'lmay qoladi. Vaqt Vaqt bo'lmay qoladi. bo'lmay qoladi. Mana hozir menga hozir qarasangiz bir 26 ta qushim bor shkaf ichida. Borganda bola ochyapti. Ularni qarashim kerak, pastliklarni qarashim kerak. Anta qo'yim bor, qo'ylarni qarashim kerak. Ayol birlarini stol qilib qo'yganman. Og'aylar kelibdilar, buni o'ynaymiz yo'lda. Tancha qilib qo'yganman. Ya'ni chuyni qozonlar qilib qo'yganman, haligi 5 kilo, 4 kilolik qozonlar. Turbasi o'rtasidan chiqib ketadi, ikki tarafda cho'g'aringa o'xshaganda. O'tinlar racha ko'p o'tin, hech kim olmaydi o'tinni. Nechtasiga o'tin ol deyman. Qo'yxonada qo'y boqmay o'tin boqdimda rosa. U o'tinni somsachilarga beraman sezam bor, olib kelib ber deydi. Olib kelib ber deydi. Mani ko'rsam shox shabba yoqar ekanda. Mana bu Achko'chadan katta ko'prik bor-ku, katta ko'prik, suv o'tadigan. Shu yerdan o'tganingizda razvodkangizda 10 qo'lda somsa qilar ekan. Anaqa katta ko'k somsa. Ular anaqa yoqadi-yu. Shox yoqadi. Shox yoqadi. O'sha shox. Yirik yoqmaydi. Yo, menda ham ingichka shoxli anaqalar bor-da. To'g'xonam bor, uzun to'g'xona. Shu yerdan o'sha anaqaga chiqib keladigan, ichi to'la o'tinda haligini. Tashqarisiga chiqib ketgan. Endi o'shani yo'qotishim kerak. Yo'qsa o'yga tanchiqa ham yoqilar inson, unga ham erishadi, gazda ovqat qilishadi bu yerda. Endi o'tinni yo'qotaman amallab. Joyiga rahmat. Sayrovlar to'g'risida ham ozgina aytsangiz. Oldingi aytyapsiz, mana eski sayrovlar hozir yangilari ko'payib ketdi, o'sha holat bir-biridan farqlari. Bir-biridan farqlari endi biza oldinga boya aytib bergan saylovlar bor-ku. Traynik, dvaynik, bulik, Sebrosov, Absanka, Sinitsa, Vesintitsa, Pavskiy kulilar hozir Bamchiga o'zi kerak. Yular, keyin o'sha son dindoqlar unaqa kalinalar 12 ta, 13 ta, 14 ta kalinalar bo'lardi oldin. Hozirgidek 20 ta, 18 ta kalina bo'lmasdi. Keyin partor bilan yetardi. Haligi tugagandan keyin yana Vesinidan boshlab yana partor bilan yetardi. O'shanaqalarni eshitib, keyin shunaqalar ham bo'lgan, yonida o'tiribdi-da, "Men qushim baraka bor" deb turibdi-da. Ona biz bırak sayra beryapti. Qushni birinchi o'rindan olyapti haligi. O'zi menga aytyapti, barak bor qushim bo'lyapti. Lekin pulni 8 minut qo'yardi oldin. O'shani pulni yetyapti. Biz bırak birinchi o'rindan olyapti haligi. Shunaqa ham bo'lgan. Endi hozir men bordim, eshitdim. Hozir paytda anaqa kuchayib ketgan. Ham sayra ham o'zgarib ketgan. Keyin qushlar ham ancha qiynaladi-da, bunaqa kalinalar olishga. Men aytdim, kalina haligi bir-biriga yaqin bo'lsa, etib ketadi, ham tezroq bo'lsa qush yaxshi oladi. Sekin ashulalarni haligi sekin ashula aytadi-yu, ularni oshsat qiyroq. Vesinitsalarni yaxshi oladi qushlar. Hammasi ham ko'p odam oldirolmaydi, lekin menda yaxshi oladi vesinitsalar. O'shaqalarni men qimmat sotmayman, o'shaqa chiqqanda ham. Shu uzog'i 700 mingga sotdim, tak 600 ming sotdim, yo'qsa 500 ming, 450 ming oyda sotaman. Biz bilan ishlayman. Endi qimmat qushlarni sotsangiz qaytarib olib kelishdan berzorman. O'sha holatda ham bo'ladi, baribir. Eskidan bo'ladi. Eskidan shunaqa. Endi har xil odamlar bor. Endi men mana shu qushlarni boqqanda hali ustozim gapirdim-ku, o'sha odam bor ekan, mana shu qush bor ekan, odamni taniydi. Odamni ko'radi. Mana shu qushlar bo'lmasa, hayotimizda mana tinchlik bo'lmasa, kim qush boqadi tinchlik bo'lmasa? Eng kerakli mana tinchlik, xotirjamlik. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Tinchlik, xotirjamlik bo'lmasa kim qush boqadi uni? Mana shu qushlar bilan sizlarni mana taniryapman, taniryapman. Qushlar mana shu qushlar bo'lmasa odamlar bir-birini tanimaydi. Keyin mana qushlarni sayrog'idan, mana sizlar sayrog'ini aniq qilibsizlar. Mana shu sayrovlarni o'rgatsanglar, men ham ish qilaman sayrovlarga. Mana shu kalina esa maza qilib eshitaman. Shunaqa qilib. Endi haligi richogli qushlar esa asabiy buzalar. Endi haligi bilmaydigan odam eshitaveradi uni. Nega desa tushunmaydi hali. Tushunguncha aniq qilib turadi. Eshitib turadi. Tushungandan keyin u ham sekin bu hamsi bo'lmabdi deydi. Mana shu joyga yana bitta savolim bor. 8 minut vaqt beriladi deyapsiz, shu eskidan siz bilgan holatlardan 8 minutda qush sayryapti. Egasi masalan aytib turibdi-da, endi qushni baraka bor, lekin u как положено o'tyapti jonivor. O'sha paytlarda 2 marta, 3 marta qush sayrab bo'lgandan keyin
olib qo'yish holatlari Bo'lgan, ishqiboz tarafda imkoniyati bo'lgan-a? bo'lgan. 8 minut oxirigacha turish shart emas. Ya'ni o'sha Shu yerda it bo'ldim, bo'ldi, olib qo'ydi. olib qo'yib bo'ldi. Shunaqa bo'lgan. Ha, endi unga asosan bir shu konkurs boshlanayotganda tartib qonun qoidalarini aytishadi. O'sha paytda masalan aytilganmi yo oxirigacha turilsin yoki olib qo'ysa bo'laveradi yoki bo'lmasa vaqtdan yutamiz yoki bir qush kamligidanmi, ko'pligidanmi? Egasiga bog'liq bo'lgan. Mana masalan egasi qushini biladi. Bir yari qushni qo'ydi sira sayraydi. Sayradi, bu egasini eshitganda hamma ashurasini aytib bo'ldimi? Biraka aytib qo'ymasin deydi. Olib qo'yilib bo'ldi, sayra bo'ldi deydi, olib qo'yadi. Shunaqa qilib bo'lgan. Endi agar 8 minut tursa, haligi joyini aytib olsa, keyin minus bo'lib qoladi. Shunaqa paytlari ham bo'lgan. Eslaganingiz nechta qushlar kelardi? Masalan, shu konkursga. Konkursga shu 30 ta 35 ta kelardi, ko'p kelmasdi. Oldin paytda anaqa ishqibozlar hozirgidek bo'lmasdi. Andikin borganda ancha odam bo'ldi-yu. Unaqa odam bo'lmasdi. Biza bir paytda haligi Chorsida tabiat muziki bo'lardi. Shu tabiat muzikida ham o'tkazganmiz konkursda. Qushni qo'yib qo'yibdi, tepasida lochi mamna qilib turibdi. Tepasida lochi. Qanaqa sayrasa edi, lochi tepasi qanot ochib turibdi. Endi sharoit bo'lmaganda, unaqa bo'lmagan. Bir odam gaplashib, kafeni gaplashgan, bir haligi choyxonada gaplashgan. Sultonagan choyxonasida olganman men o'sha 3-o'rinni. Sultonagan choyxonasi ham buzilib ketdi-yu. Litrotinidan chiqqaningizdan keyin chap bo'ldi. Sultonagan choyxonasi bor. U choyxonaga biz ko'p borib o'tirardik. O'sha choyxonaning zoli bor edi, shu zolida konkurs qilardik. O'sha yerda 3-o'rin olgan edi. O'sha 99-yillarda. Tabiat muzeyini bildingizmi? Oldida raddom bo'lardi. 2 bo'larmidi? Raddom? 8-raddom. Tabiat muzeyi bo'lardi. Tabiat muzeyidan keyin mana ikkinchi tupik ko'cha bo'ladi. Undan keyin Sartoshxona o'sha yerda raddom bo'lardi. Hozirgi Chorsu bozori bor, Zarqaynlarga qarab yetar-yetmas, bu yoqda o'ng qo'lda bo'lardi. Endi buni aytayotganlari ana lochin haykal. Tepada qarab. Mana doktor chuchuladi. O'sha yerda konkurs o'tkazardi deyaptilar. O'sha yerda ham konkurs o'tkazganmiz. Bizani hali bu yoqda bo'lardi konkurs, hali bu yoqda bo'lardi. O'shanga o'xshab bizani yetarli odamlar bo'lmasdi. Mana sizlar bitta joyda o'tkazsanglar, hamma odam biladi keladi. Biladi keladi. Bizda bir yoqda yerda bo'lsiz, bir yoqda nari yoqda. U bir odam topadi, bir odam topolmaydi undan. O'shaqa bo'lgan oxiri o'sha Sultonagan choyxonasida bittadan kattaroq zol bor, mana shu 2 barobar kelamidi. O'sha yerda yig'ilib o'tirishardi. Endi bir odamlar urslar bo'lardi, tarag'ini olardi-da, qushlar mamnaqa qilsa, qush qo'rqib to'xtab qolardi. Keyin uni orqaga o'tkazib qo'yishardi. Endi kakutda chochini taryapti, lekin qush qo'rqityapti. O'sha paytda ham. O'zani paytlarda yog'och bo'lardi-da, uchida pat bo'ladi. Kurkani patimi, nimanda pat bo'lardi. Qush sayrayaptimi, biraksa qo'rqitardi mamna qilib. Qo'rqsa, qush o'sha birakini yetmasdi. Keyin yana qo'pqaydi, sayraydi, birakasi haligi pat bilan qo'rqitardi qush, uzun yog'och qilib qo'yib. O'sha qilib o'rgatardi qushlarni. Qushlar hammasi ham zo'r bo'lib ketmas, o'sha qilib o'rgatishardi. Pastuchni qushlar o'rganardi, o'sha qo'rqib sayramasdi. Haligi mana Bahodir bormi, bu aytayotgan Bahodir. Choyga nimagadir chiqib ketdi-da, chiqib ketsa, qushlari g'ajir-g'ujir sayrayotganmish-da. Men yo'g'imni yomon sayragandir, sen böyle qara qush qo'yib qo'ysiz. Qara boshlatsa, yana aytib yuraverganmish. O'zini endi dada o'sha kakras yana bitta savolimiz sizga. Oldingi qush chiqargan paytlaringizga va hozirgi chiqarayotgan qushlaringizga masalan qon masalasidagi nima deysiz? Masalan, oldin yaxshiroq qushlar olarmidi? Aytasiz masalan, o'rganish osonroq, mamloq sen chutni sayrardi. Hozir ham shunaqa tarbiyalar bormi qushda? Shunaqa qonlar bormi? Yoki oldingi qonlardan yo'q deysizmi? Endi o'zingiz o'qitdingiz, o'zingiz tajribangiz, hayotiy ko'rgan anaqalaringizni endi oldin mana shunaqa qilib biz o'rgatganmiz. Endi hozir men aytaman-ku, unaqa o'rgatish yo'q hozir. Endi balki boshqalarda sizlarda shogirdlaringizda balki bordir, lekin bizning paytimizda bor edi shunaqa. Qushni qo'rqitib, haligi birak sayraganda to'g'ri yo'lga solib o'rgatishlar bor edi.
hozir paytda bormi yo'qmi bilmayman. O'zim aytaman, necha yil bo'lib ketdi konkursga bormaganimga. Ha. Ancha yil bo'lib ketdi. Lekin oldin borib qatnashib, o'shalar bilan gap o'ynab, boshqa qilib yurganman-da. Hali qush o'lib qolgandan keyin aytdim, shomalab qolgan. Ha. Eshik ochilib ketdi, xolodilnik turibdi-da qushlar. Eshik ochilganda oq qush bo'lsa, qorong'ida sovuq uradi-yu. Konkursga qo'ydim, sayramadi. Uyga olib kelib sayradi, qurpaydi, o'ldi qo'ydi haligi. Hali bezbirak qush edi, yaxshi qush edi. O'shandan keyin qo'ydim, keyin bormay ketdim. Keyin bir sotgan qushlarni qaytib keldi, Alina aka deb. Don bermasa sayramaydi qush. Bir qoshiq don berib, qotqaga solib qo'ysa. Anaqa maydi, sayramaydi. Qushlarga mana anaqa bersa, Salatbay bor-ku. Keyin o'sha Salatbay urug'ini bersa. Endi kanatsi bilan boshqalarni bilasan, o'shanda yaxshi sayraydi qushlar. O'shanda qushlar yaxshi sayraydi. Keyin mana vitaminlarini berib turish kerak, boshqa qilish kerak. Keyin qushga ham o'zi hakpolujni qafas solish kerak-da. O'zini 55 santimetrli polujni qafasiga soladi. Chet ellarda agar bizdan qafas solsa, ular bizani anaqa tortadi, ishtirobga tortadi. Bizani bu qafaslarimizda 30 talik, 33 taliklar, 55 talik bo'lishi kerak. Mana shu qushlar o'zi bitta qushga. Biz unaqa qilmaymiz. Biz anaqa kichkina qafas solib qo'yamiz buni. Biz ularga ozor bergan bo'lamiz-da. O'zi shunaqa 55 santimetrli qafaslar bo'lishi kerak. Shunaqada bitta qushga o'sha polujnida. Ana bu anaqa ham yangi ishqibozdagi yaxshi manfaatli bo'ldi-da. Kattaroq anaqaga qo'yib, o'sha vaqti bilan baribir kichkinada tarbiya qilib, hatto bir kunda 2 soat, 3 soat katta qafasga qo'yib qo'yib, eshitish holatlarida zo'r ma'lumot bo'ldi-da. Kichkina qafasda qanotlari yozilmaydi, ucholmaydi, sal qush ham o'zi harakat qilib katta qafasdan uchib turishi kerak. Harakat qilib ustida xaynasi ochilib, sayrash ham yaxshi bo'ladi. Endi yana bitta savol beray sizga, qiziq qoldi suhbatimizni. Mana hozirgi kunda 1 minutu bir 4, 5, 6, 10 sekundgacha qush sayrayapti-da masalan. Lekin 12 talik kalina. Masalan-da qushda. Endi o'sha qushlarga kalinasini ko'proq qilib, o'shaning tagidagi bollariga kalinasini ko'proq qilib qo'yadigan bo'lsa, demak u qushlar olovlaydi bollari. Ya'ni o'sha otadan o'tayotgan nima deysiz, ona tarafdan. Bu qushlarni haligi tuxumlayotganda o'sha haftalik bo'lgandan tuxumlar eshitadi. Otasini sayrog'ini eshitib boradi. Keyin bolalardan chiqqandan keyin kichkina bolada ham otasini eshitadi. Keyin otasini yo'q ko'rsangiz ham oq soat kelib otasidagi sayraydi o'sha qushlar. Shuning uchun odamlar nima qilgan? Mana shu uyda qush bola ochtiryaptimi? Qo'shdimi? Tuxum qo'ydimi? Darhol tashladi. Bu yerga fisharka qo'yib qo'yadi. Haligi ginzodan eshitib boradi haligi. Ana ginzodan eshitib borgandan keyin bu yoqqa uchirma qilib chiqazgandan keyin olib yana o'sha diskani qo'ysangiz, xuddi o'shanaqa bo'lib chiqadi. Buni o'shanaqa joylari bor. O'shani treyniklarni hammasini o'rgatish uchun dashmas ginzodan o'rgatsangiz uni, ana o'sha ginzodan o'rgaganda chiqadi o'sha qush. Nega deganda, agar otasi chap-chap bo'lib, otasini sayrog'ini eshitdi, men endi buni hali qarqinoni bulbul qilaman deb bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz, bu qarqinoni bulbul bo'lmaydi. O'sha eshitgandek qilaveradi. Tushunarli. Yana o'sha oydinlik kiritib, 12 talik kalina sayrayapti. Oda 12 talik kalina sayrayapti. Men deylik 18 ta kalinali qush zapsini qo'ymoqchi. O'sha holatda, demak, gnizdida o'sha ochib chiqdi. Ochib chiqib holatiga sirazi 18 talik kalinani pastroq qilib qo'yib qo'ysam, demak, o'shani eshitib katta bo'lgani yaxshiroq. Otasini eshitmasa. Otasini eshitmasa yaxshi. Demak, kalina faqat otasiga bog'liq narsa emas, otasi 12 ta yetgan, bu ham 12 ta yetadi degan narsalar yo'q. Lekin bir tarafi bor, qonam suradi-ku qushlarni. Masalan, chap-chap qushi siz uni o'rgatdingiz-da, bolalarga o'rgatdingiz-da, keyin 1 yashardan oshdi, tulladi, boshqa qildi. Keyin o'shanga o'sha ashulasini qo'ymasangiz, boshqa qilmasangiz,
qaraysan, qartasan, azotingni tortasan deb haligidan chap-chap chiqishi mumkin. Shunaqalar bo'ladi. Endi o'shaning uchun biza har doim trening modani topamiz, trening zotni, trening bezbaraklarni qo'shamiz, ana o'shanda zo'r bola chiqadi. Bemalol Ana bozordan olib tegini bilmaganingizdan keyin undan foyda yo'qda, bari foydasi yo'q. Yangi ishqibozlarga zo'r ma'lumot. U bozordan oldim deydi, trening qo'shdim deydi, undan chiqqan bolasini u qanaqa moda u, nima tegidan chiqqan u bilmaydi-ku. O'shanga zotini ham qaraydi. Men qushlarimni hammasini oyog'iga kalsiy qo'yaman. Plastmasli kalsiydan. Chap oyog'iga o'ng kalsiy qo'yaman. Shu paribga qo'ygan paytda iloji bo'lsa, bitta kalsiy par bo'lmasin. Begina kalsiy par bo'lsin. Shunda oyog'i mana bunaqa chiqmaydi. Fikishga deydi-ku. Oyoq mana bunaqa bo'lib chiqmaydi. Keyin haligi yirik qush chiqadi haligindan. Sayroqlar ham yaxshi chiqadi o'shanda. O'sha kalsiyni men oyog'iga hammasiga taqaman. Ko'pincha modadan kalsiyni bitta oyog'iga taqsam, bittasiga nari oyog'ining kalsiyini taqaman. Ikkita kalsiy taqib qo'yaman. Shundan bilinadiki, men ko'p qush qo'shaman-da. Oldin ancha qo'shardim. Hozir bir 23 ta qo'shdim bu yilda. Hozir 5 ta 6 tasi ochyapti hozir shu paytda. Mashallah. Akramboy aka, bir savollaringiz bo'lsa, bir tarixiy savollardan bering odamlarga. Hammasini yetib bo'ldilar. Ulardan o'rganamiz-ku. O'shani aytolmaydi, masalan, ishqibozlarga bu suhbatimiz manfaatli bo'ladi. To'g'ri, savollar berdingiz, savolingizga javob berdim. Mana shu har qatda qushni ginezovdan o'rgatsangiz, ginezovdan o'shandan chiqadi zakoni. Agar buni katta bo'lib, ayoqda haligi bemazalarni eshitgandan keyin qo'ysangiz, chiqadi, keyin bemaza bo'lib ketib qoladi. Shunaqa joylari bor. Shu doda kakirasiz mana yana tug'iladi savol. Gapiga qochadi. Bizaga mana chatlarda shu yangi ishqibozdagi har kuni qo'ldan kelgancha o'rgatib boramiz-da. Lekin shu kimdandir oladi, 2 oylik jo'jani olib keladi-da, 2 oylik jo'jani olib kelib yoki bo'lmasa o'sha 2 oyga yetmagan jo'jani olib keladi-da, o'shanga boshqa sayroq qo'ygisi kelib qoladi. O'shanga nima deysiz? U o'tda aytganingizdek, parufxonada eshitib chiqdi. 30 kunlik bo'ldi, 45 kun eshitdi, ana uch tilini eshitgandir, zapsi eshitgandir u. Lekin olib keladi, o'zimnikini qo'yaman, hali olib ketadi deydi. O'sha holat o'shani olib ketadi. Olib ketadi, olib ketgandan keyin haligi qush tullaydi, keyin anaqada yarishsa qiladi. Keyin o'shalarni aytib yuboradi-da. Aytib yuboradi. O'shalarni aytib yuboradi. O'shanga birak tushib qoldi deydi-ku qushlarga. O'shanga o'zingiz yaxshi zotni olib ochtirib o'shani o'rgating, bexato chiqadi. Noldan o'shani eshitdi. Bizlar ham mana shu boya aytdim, narvondan sekin chiqadi. Biz ham hali yarmidamiz ham narvonni. Sal teparoqdan bilmadimmi? Yo, mana doda men sizni doda men to'g'risini aytaman, juda ko'p ishqibozlar bilan muloqot qilganimizda, gaplashganimizda sizni ko'p eslashadi va ko'p tilga olishadi-da. Masalan, Burxon aka, Burxon doda degan holatlar bo'ladi. Demak, men yolg'onimchi yoqtirmayman. Demak, ko'proq balandroqdasizda. Yo'q, mana shu qissasam ham bu parobga boradimi deydi. Men aytamanki, buni men o'zim qo'shmayman, lekin bormaydi. Hali sal yosh, u ozgina ushlash kerak deyman. Haligi biraki bormi deydi. Biraki bo'lsa bor deyman, yo'q bo'lsa yo'q deyman. Endi o'shani 4 sent sotaman-da bozorda qushni. Aldab sotish yomon ko'raman. Meni ham birov aldasa, men ham yomon ko'raman. Lekin ani kuni qushlarni qolmadi, sotib bor ko'p qushlar. Faqat hali sayroqga unaqa chiqmagan jo'jada endi. Sayroqga chiqqanlarni men sotib bo'ldim, hali birinchi chiqqan qushlar sotilib bo'ldi. Endi bozorda bittasi olib qo'ygan ekan, botirib olib aytdiki, "Adir men bitta qushni ancha qo'yib qo'yib sotib desa, qaytarib ketdi. Nechta qushing desam, hech berasiz dedi. Men aytdimki, saniki dedim, men hech bermasam. Men dedi 600 mingdan deb dedi, qushim sayraman dedi. Men aytdimki, men bitta trening qush sotdim, bitta anaqa qush sotdim, bezbirak qush sotdim, 350 mingdan sotdim. 700 ming, o'sha 700 mingga bersang olaman dedim. Lekin u 800 ming beradi, 700 ming beraman. Men qushni eshitganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Keyin ushlab ko'rsam, yariydi, yarimas ekan. Bittasi bo'lmay yariyor ekan. So'zmi so'z endi ikkalasini oldim. 700 ming berib ikkalasini oldim-da. Ozgina endi u boqmagan ekan yaxshi.
yaxshi savdo tuxum boshqa boqib sayrab ketdi. Ha. Bahodir o'g'lim undoq qilsa sayrar ekan. Bahodir undoq qilsa anaqa telefonga qo'yib 500 ming sotardi bitta oq shubatisini. Tasib qoluvdi. Kechagina 400 ming sotardi unisi. Ha. Endi go'yo shunaqa tirikchilik qilmasa, u yerda qolmay men har hafta chiqaman-da bozorga. Ha. Chiqmay bozorim yo'q. Har hafta chiqaman, hammasi meni ko'rib chiqishadi, shaxmat olib kelaman de. Shaxmat o'ynaymiz bozorda. Ha. Eskidan shaxmat, tezko'pda ham shaxmat o'ynardim. Ana mana shaxmat o'ynagan ikkitasi o'tib ketdi rahmatli. Roshanka o'tib ketdi, bitta Xayrlak o'tib ketdi. Xayrlakka degan odam bor-ku, mendan 2 yoshga o'tdi edi. U ham o'tib ketdi. Uzoq yil o'tdi u ham. Endi ana Roshanka Moskvaga borib konkursda juri bo'lib kelgan. O'sha videolar bor ekan, yaxshi inson edi, 51-yil edi Roshanka. O'la Azizxo'jayevlar edi. Alisher Azizxo'jayevlar bor-ku, ana o'shalar amakivachchasi. Azizxo'jayevlar edi, xo'jaydi endi Azizxo'jayevlar. U ham o'tib ketdi. Endi u ular ham o'tib ketgan ekan, Alisher Azizxo'jayevlar ham o'tib ketdi. Albatta. Hayot shunaqa-da, hamma ham oldinma keyin ketaveradi sekin-sekin. Albatta doda, endi o'sha yillar davomida siz kabi ustozlar, rahmatli bo'lgan ustozlar bu Afsan Shinapiyevni qo'ldan kelishcha yoritdinglar, qo'ldan kelishcha yaxshi zotda ulashdinglar, qo'ldan kelishcha ishqibozlarga o'rgatish holatlari bo'ldi-da. Bo'ladi. Har bitta insonda avvalambor bu qilayotgan barcha narsasi o'zi uchun, lekin shu imkon qadar yon atrofimizga o'rgatib, shuni rivojlantirish holatini shu kunlargacha olib keldinglar-da doda. Bu yog'iga ham Xudo xolasa duo qilsanglar va kelajakdagi ishqibozlarga nimalarni tavsiya qilasiz? Bu qush boqqanda odam haligi anaqasi qahri qattiq bo'lmaydi odamni. Mehribon bo'ladi. Mana shu qushlarni boqib, boshqa qilib, shularni ketidan ergashib, mana oshna-og'ayni qilib, tanish bilish qilib yuradi. Endi haligi qush boqmagan odam unaqa emas. Hammasi unaqa emas-ku. Endi har holda qush boqib, bir-biri bilan tanishib, anaqa mehribon odamlar bo'ladi-da. Endi qushlarni mana yoshligiga boqayotgan odamlarga shu ustoz bo'lish kerak baribir. Ustoz bo'lmasa, men ham ustozim bo'lgan, boya aytib berdim bularga. Men sizga ustoz. Ustozim endi boshqacha odam bo'lgan-ku, mayli endi ustoz bo'lganda baribir shulardan sekin-sekin o'rganganman. O'shanga hozirgi odamlar men deb aytish bo'lmaydi. Baribir ustoz kerak. Keyin ustoz kerak, keyin o'zi diskani eshitib, hamma kerakini bilgandan keyin yaxshi qush chiqaradi. Ungacha yaxshi qush chiqara olmaydi. Biza paytimizda shunaqa voqealar bo'lgan. O'sha hali bu aytgan tabiat muzeyi deganda bitta odam olib kelibdi, mana uni piramida, uning tegi. Olib kelibdi, shunaqa baqirib chapilayotdi hali qushi. Ya'ni do'qqotni birinchi o'rin berib yusaladi. Chapilayotgan qush qo'yib qo'yadi. Shunaqa paytlar ham bo'lgan endi. O'shalar endi ustoz ko'rmaganda, nimaligini ham bilmaydi. Ishqib do'sh baland bo'lsa, meniki birinchi deyapti-da. Sayrab tursa, baland sayrayapti-yu. Endi bu quloq eshitmas, trayniklarni sekin aytadi, past do'shda aytadi, boshqa aytadi. Endi mana kechagina chiqib konkurslarda eshitib ko'rdim. Hammasi 5 oylik qushlar dedim-da endi. Bunaqa yarisa qilgan qushlar yo'q endi. Keyin bu qushlarning ham sekretlari bo'ladi, shunaqa bozorlarga ham Rustam rahmatli olib chiqib sotardi qushlarni. Mana shu birinchi chiqqan qush zo'r chiqadi. Bitta yarisa qilgandan keyin yo'q qoladi, yo'q ketadi. Mana qushni ish qaziganingizdan keyin polni atelo yetadi qush. 5 oylikda, 6 oylikda atelo yetadi, keyin ozgina yarisa qilgandan keyin ushlab qolsangiz ushlab qolasiz qushni, ushlab qolmasangiz ketdi, buziladi. Qancha kechroq chiqqani yaxshi demoqchisiz. Kechroq bir yil sayraydi qushlar. Kechroq chiqsa yaxshi sayrab anaqa ketadi. Endi mana yarisa qilib ketsa bo'lmaydi. Mana shu telefonda bitta sayroq bor-da, xuddi shunaqa qushim bor edi bitta. Botir o'g'lim bir kun endi odam telefonlarida meniki bu, men telefonim emas. Hayron. Hayron bo'lib turdim o'shanga. Endi men mana shu sayronni qo'yib qo'ymayman-da qushlarga uyda. Hozir shuni eshitadi qushlar. Oldin dindon qiladi.
dinlo qiladi. Keyin trayniy dvoynik bilan sayraydi. Qush ana shu xuddi shunaqa chiqdi. Oq qush chiqdi, ana shunaqa din-don qiladi. Keyin sayrab oxirida ham dindonni aytadi. Bozorga bir reklama olib chiquvdim. Botir bo'lib yopishyapti deb menga berasiz. Men aytdimki, bozorda dinni aytadi, donni yo'qdi. Mana eshitganda qancha dindon aytadi. Deb Botirga anaqa qildim-da gapni. Menga bermasman deb berdim keyin Botirga. Demak, qoni yaxshi bo'lsa nimani eshitsa ishona olar ekanda. Boshidan men mana shuni qo'yib qo'yaman, mana shuni. Telefon boshqa telefonim bor-da. Faqat o'sha muzikani qo'yib qo'yaman. U 12 soat, 14 soat aytaveradi. Shkaf yopib qo'ygandan keyin eshitadi. Ochiq bo'lsa qo'ymayman. Shu ochuvni olmaydi. Qorong'ida ko'r bo'lgan odam quloq yaxshi eshitadi. Harakatda turgan qushga qo'yganingiz foydasi yo'q. Harakatda bo'lgan qush bir joyini eshitib qoladi, bir joyini eshitmaydi-da. O'shaning uchun qorong'i latta qo'yib, shkafga qush qo'yib, latta qo'yib, qora latta keyin yopib qo'yadi. Keyin fisharkani qo'yib qo'yadi haligi. Fisharkani qo'yib qo'yadi. Ana u qush ko'zi ko'r bo'ldi, qulog'i yaxshi eshitadi. Haligi eshitib, miyasiga zapis qilib boraveradi. Agar buni ochuvda qo'yib qo'ysangiz, haligi bitir sakrayapti, don yeyapti, boshqa qilyapti, bu qaysi boshi, qaysi oxiri bilayotgani yo'q sayron. O'shani mana shunaqa chiqqan qush qo'ynaqa oldin din-don qiladi, keyin trayniy dvoynik hammasini aytib, oxirida ham din-donni aytadigan Botirga berib yubordim haligini. Endi Botir ishqibozga trayniy, men aytdimki, men konkursiga bormasam, sal yana borasanlar eshitadi. Endi bu yerda kalina kamda bitta. Bitta kalinasi kam bitta. Aytyapti yana bijo-bijosini ko'p odam yoqtirmaydi. Bijo-bijosi ham bor-da bitta. Buni 13-nima deyishadi haligi. Nomerini. Menga yoqib qoldi, men mashina qo'yib turaman qushlarga. Menga mashina qo'yib bozorga chiqsa bo'ldi deyman. Konkursga boramadim deyman. Rahmat. Doda mana endi Xudo xolasa, agar gap ochib savol tug'ilib qolmasa, bu oxirgisi hozirgi kunda o'tkazilayotgan konkurslarga, harakat qilayotgan ishqibozlarga, yosh ishqibozlar, baribir katta kichik, hozir ham baribir qisman birgamiz. O'sha ishqibozlarga nima deysiz? Nima gapingiz bo'lardi? Yaxshi o'tkazishyaptimi? Buni ochiq aytirish kerak. Masalan, doda unaqasi yo'q. Minusimiz bo'lsa to'g'rilaymiz. Hozirgi kunda harakat qilayotgan barcha ishqibozlarga umumiy gapingiz. Hozirgi qilayotgan konkursinglar yaxshi, lekin bir narsasi borki, masalan, bu odam qushni sayradi. Bu odam o'zi uyda kelgan, men qushim birinchi o'rin oladi kelgan. Bu odam xuddi shunaqa. Bu odam ham siz ham men ham xuddi shunaqa kelamiz. Lekin sayraganda bitta-ikkita farq bo'lib qoldi. Ochko bo'yicha. Bitta odam bali ko'proq qoldi, bular sal kamroq qoldi. Shularga ana qog'ozcha qimmat bo'lmaydi-yu, grammatasi. Ularga ham 3-o'rin bo'ldi, 4-o'rin bo'ldi, 5-o'rin bo'ldi, 6-chi, masalan 7-o'ringacha bersa ham, bir payt mana 7-chini o'sha qog'ozini bersa, shular xursand bo'lib ketadi. Menimcha balni yozib bersa qog'ozga, haligi familiyani yozgandan keyin menimcha bal oldi, buncha bal oldi yozib bersa, shu odamlar ham xursand bo'lib ketadi. Keyin safar yana tayyorlagan, undan ham yaxshi qilib kelaman deydi. Endi bu 1, 2, 3 desada, u balni olsa, meniki zo'r edi, bular anaqa qildi, g'aram qildi deb yuradi, g'aram qilib yuradi. O'shalarni ham shunaqa qilib, haligi nechta ana bal oldi, o'shalarni yozib bersa, haligi odam meniki buncha bal oldi, endi keyin safar bundan ham yaxshi chiqazaman deb harakat qiladi. Albatta. O'shalarni aytib qo'yaman. Keyin to'g'ri aytasiz, hozirgi kunda yoshlarni qiziqayotgan yoshlar orasida ko'p chiqyapti. Hattoki shu oxirgi atboygacha yetib, dindoniga yetadigan qushlarni ham chiqaryapti. Bular qiziquvchilik ko'payyapti-da. Endi aytayotgan narsangiz ham inobatga olinyapti. Ya'ni qanaqa? 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin berilyapti. Undan tashqari 10 talik. 10 talik. Aytayotganingizdek xafa bo'lib qolmasin. Aytaman, chunki dindon bilan chiqarayotgan qush ishqibozlar ko'p. Yaxshi qush chiqarayotganlar. O'rinni kengaytirish. Ular ham inobatga olyapti. 1-chi, 3-chi o'rindan tashqari yana oxirgi 2-chi 10 taliklar. 10 talikning ichida bular kirib ketadi aytayotganingizdek. O'sha qilsa yaxshi undanda yaxshi. Xudo xolasa bor. Endi shunaqa qilsanglar, bu odam ham qushini baribir bu pulga taqaladi, sotadi-ku qushini. Meniki mana 3-o'rin olgan, 5-o'rin olgan, 6-o'rin olgan, mana menimcha balon olgan deydi, sotaveradi. Shularga yaxshi.
shunaqa qilib tursanglar yana ham ko'proq odamlar jalb bo'ladi shungada. Albatta. Shunga haligi Xudo xohlasa. ishqiboz bo'lib shuni o'rgatadi. Endi bizning yoshimiz 70 ga to'ldi, 70 yoshga to'ldi. Endi bizga endi konkursga bormasangiz ham bo'ladi, lekin mana bu yon tarafga unga bunga o'rgatishingiz mumkin. Mana bunday qilsang bundoq bo'ladi, bunday qilsang bundoq bo'ladi deb shunaqa qilish Ya mumkin. endi u xudo xohlasa taklif qilinsa kelasiz. U nimagaki Albatta. konkursda bu ham zotni duoyingiz kerak. Ha. Mana qushlarni eshitasiz, ko'rasiz o'zingiz. Aytmoqchi bo'lganim, ana Sulton doda ham keladi. Ha, Sulton. U ham bir eshitib, bir eshitmaydilar, lekin ishqiboz shu odam. Bu odam ham konkursda juri bo'lgan. O'ylari mana bu Raisfolkomda anaqa mana bu Olmazor Raisfolkom bor-ku, o'sha yerda uchastka turadilar. O'ylariga ham borganman. Bir qapaslari ham menda bor, valyalar qapas qush olganman-da ulardan. Endi keyin bir insult bo'lib kasal bo'ldilar-da, keyin qushlarni yo'qotdilar. Keyin hammani o'ylayimcha ko'p joyda xo'jayin ko'pda shunaqalar. Endi anaqada hovlida boqishadi ko'p qushlar. Kun sovuq bo'lgandan keyin uyga olib kirish kerak. Sovuqda turgan qush issiqqa kirgandan keyin darrov turlaydi. Qush turlagandan keyin pat tushadimi? Keyin uy egasi buni yo'qoting, hamma ham pastga tashladi. Yo'qoting, bozorga olib borsa, bozorda hamma o'shaqalarda endi o'zi. Haligi uydan haydalganlar haligi qushni. Hamma qush bozor to'lib ketadi, narxi tushib ketadi past bo'lib. Keyin hamma uni sotadi, savo oladi bundaga. Hovli qo'yib qo'yadi uni, uyga olib kirmaydi. Mana shu bo'yatgan direktor bor-ku. O'sha direktor ham qushni menga berib yuborardi. Men qushi bilan boqib berardim-da. Haligi bahorda xabar beradi. Albatta. Otini ko'rsatadi. Endi shunaqa ko'p odam shunaqalar xo'jayin ekan uyga kirgizmaydi. Men ayol kishidan ham ana qilmayman. Mana keyingi ayolim ham undan deydi. Men aytibki, ana qilsang, men o'zim televizor ko'rib yotaman, qushlarni eshitib yotaman. Ichkari spalni va eshik yopib qo'ydi, o'tirishadi. Ham televizorni ko'rib, ham qushimni eshitib o'tiraman. Lekin shu joyda qarangda, baribir aytayotganingizdek bu kanariyki qush zoti haqiqatda to'g'ri aytdingiz, qahr qattiq odam bu qushni boqolmaydi-da. Lekin ham aytayotganingizdek qush birlashtiradi. To'g'ri, hamma birlashtiradi. Bitta savolda qarang. Bunaqa period bo'lar ekanda, boqasiz, bor ya'ni 2 yil, 3 yil, 5 yil boqdingiz. Bir period bo'ladi insonlarda, bor edi hammasini yig'ishtirib yuboradi. Orada bor ya'ni necha yildir dam oldi-da. O'sha odam lekin yana qaytar ekanda. Qaytgan ko'rganman. Bor shunaqa narsa hayotda. Men bozorga 81-yil bo'lsa 82-chi. Manta 10 ta bor o'zi bilan. Ko'rdingmi? Shoshib rivani kun yetmasdan sarib ketadi. Mana shu tulloda shunday tayyorladi. Tulloda. Yaxshi ovqat berganiga shakar. Men ovqatni vaqt beraman deb bizga. Bu alimantlarda diqqati yo'q. Men buni boyga qo'shildim. Aytayotganingizga ko'rsatdim.